Yunusobod 17-kvartal Navdar Novostroykamizning 3-qavatidan chiqqan yangi remontli kvartirani video obzor qilgan ekanmiz. Novostroykamizning joylashgan joyini ko'p marta tushuntirganman. O'zini ko'rinishi, hovlilari bor, детский площадкалari bor, parkovkalari bor, yon atrofida hamma kerak bo'ladigan infrastrukturalari, hamma narsasi bor. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 3-qavatda joylashgan 69 kvadrat metr umumiy maydonga ega 2 xona, katta planirovka, kattagina hovli bizani kutib ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu tarafda spalnya, bu yerda kuxnya, zal. Zaldan boshlaymiz. Zalimizni ko'rishingiz mumkin. Mягкий mebeldan tashqari qolgan hamma narsalar qilingan, parda-yu gilamlar hammasi osilgan. Bu tarafimizda kuxnya, kuxonning garnituri to'liq o'rnatilgan. O'zini osma balkonlari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Kengina. Spalnya xonamizning ko'rinishi. Spalnyamizning o'zini garderobnisi ham bor. Hamma kiyimlarni shuning ichiga yig'sanglar bo'ladi. Oxirgi ko'rsatib o'tiladigan joylarimiz samozyomimiz. Bu yerda hojatxona, rakvinalari bilan mustahab hamma narsalar o'rnatilgan. Va bu tarafimizda dush kabina qilingan xonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz holatli, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringiz uchun bo'lsa rahmat.